Mana bu videoni ko'rib, xalqqa zulm qilayotganlar, xalqni arz-dodini eshitmayotganlar, e'tibor bermayotganlar bu narsadan xulosa chiqarsin. Ertaga o'zlaringizga biron narsa bo'lib qolsa, keyin afsuslanishdan foyda yo'q. Hozir vaqtida bu xalqni nimasiga ham e'tibor berish kerak. Bu xalq ham shuncha e'tirozlar bildiryapti, chiqayotgan qonunlarga, qarorlarga, bularga e'tibor berib xalqni hayotini ham yaxshilashga ham harakat qilish kerak. Faqat zulm qilib xalqni qiynamasdan. Men shu videoni ko'rib shundan xulosa chiqaringlar. Bu bekorga aytilmagan, bu hech javobsiz qolmaydi hech narsa. Davlatni boyitaman deb xalqni qashshoqlashtirmaslik kerak. Xalq boy bo'lmaguncha davlat boy bo'lmaydi. Shuni bilib qo'yish kerak. Qanaqa bizlarda ekonomistlar bor. Bu o'zi shu ekonomistlarimizni yomonligidan mana shunaqa ahvolga kelyapti bu davlat. Bo'lmasa bunaqa ahvolga kelmasdi. Bir pochka gugurtni 1000 so'm deydi kecha magazinda. 1000 so'm zadasiga bir pochka gugurt beryapti. Bu nima ahvol bu? Bir tiyin bo'lgan gugurtni. Endi bozor iqtisodi degani bunchalik ham bo'lmaydi-da endi. Bu kontrol yo'q. Hech qanaqa kontrol. Narodniy kontrol degan bo'lardi. Nardur. Ay! Birinchi. Yo'qol. Nima bo'ldi o'g'lim? Ariqdan sug'orayotganimda bir kishi kelib orqamdan aytaverdi. Keyin ko'zim tushib ketdi. Ko'za sindirgan odamga bir og'iz gapirmadingizmi? Yo'q. Boring u yerga. Otliqqa bir narsa deng. Keyin tez qaytib keling. Bo'ladi, ustoz. Amaki. Ustoz, borsam ana odam o'layotgan ekan. O'zini otini tepkisidan o'libdi. Ha, o'g'lim, bir ko'zi uchun bir odamni o'ldirdingiz, ha? Esiz. Ustoz, gaplaringizga tushunmayapman. Bir og'iz so'z, bir yomon gap aytganingizda balki shu hodisa ro'y bermasmidi? Bir zolim bir kishini xafa qilsa, yig'lasa-yu mazlum u zolimga Abdulhamid, nimaga xomushsan do'stim? Do'stim, xomushligim sababi ertaga shu yerga kelishligimni bilsam, itlarim jimirab ketyapti. Boyam, kambag'alam, faqiram hammamiz shu yerga kelamiz. Hammamiz. Shuning uchun bir-birimizni aldamaylik. Hammaga yaxshilik qilaylik. Yaxshilik qilish qo'limizdan kelmayaptimi? Yomonlik qilmaylik, tamom, yaxshi bo'ladi. Qara do'stim, hech kim yig'olmaydi. Otamiz ham, onamiz ham, akamiz ham hech kimni saqlab qola olmaydi. Hammamiz shu 2 metr joyga kiramiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bismillahir rohmanir rohim.